dim qiynalatoydim tikmege. Mhm. Oddiylarda tikib bilatoydimdan nima desam bo'ladi. Mana yoqalarda umuman tikib bilmay turgan edim. YouTube'dan, Instagram'dan, yani sizdan qo'yganlaringizni Instagram'dan kuzatib, so'ng tikib netib o'rgandim-ku. Demak, ozgina bo'lsa ham muammolaringizga yechim topdingiz, to'g'rimi? O'qishda, kursimizda o'qidim mukammal tarzda andozani mukammal bildim. Bilgandan so'ng orqaynaz fasollardan chiqarib netib o'rganyapman. Vichka ko'chirishlardan hammasini o'rgatdingiz. Tushunarli. Xo'p, tikuvchilik bilan shug'ullangansiz, ya'ni kursda o'qiganingizdan keyin, o'qishni boshlaganingizga hali tugatganingiz yo'q, o'qishni boshlaganingizdan keyin nima yangilik bo'ldi mana shu soha bo'yicha? Hozircha 3 ta modulni o'qib tugatdik. Zakazlarim ko'paydi. Xursandman bundan. Murakkab yani andazada tikkan ko'ylaklarim eng birinchi sifatli bo'lib chiqadi. Ham chiroyli, ko'zga yaqin bo'lib turadi. Andazasiz bichilgan ko'ylak yerida deb muammo bo'ladi-da bir. Qaraganingizdan deri bilinadi ko'zga. Andoza bilan tigilgan ko'ylak akkuratniy bo'lib chiroyli bo'lib turadi. Ham mijozning ham ko'nglini yoqadi. Tushunarli. Onlayn kurs sizga noqulaylik tug'dirmayaptimi? Yo'q. Menga onlayn kurs o'zi yosh bolam bor. Shuning uchun sizni tanladim. Ko'p vaqtdan beri kuzatib Instagramda. Yosh bolam bo'lgani uchun zo'r mana qayta. Bo'sh vaqtimda ko'rib, vazifalar tayyorlab, kundagisini kunda kutib o'tiraman shu dars qachon bo'ladi ekan deb. Tushunarli. Xo'p, kursimizda ya'ni 7 ta modul bor. Kurator nazorati ham bor. Bizni kuratorimiz bor, Nodir opa. Ular ham sizga yoqyaptimi? Chunki har doim savollarga javob beradi. Guruhimizda agar o'zlari mabodo javob bera olmay qolsa yoki ikkilanayotgan bo'lsa, masalan, rostdan to'g'ri javob beryapmanmi yoki ikkilanyapmanmi desa, albatta mendan so'raydi. Ya'ni men orqali sizlar bilan muloqotda bo'ladi. Savollarga javob darrov beradi. Sizdan orqali so'rab ko'ring deb aytadi. O'zim to'g'ri ekanligini bilib, so'ng bizlarga shu haqida to'liq ma'lumotni berib boradi. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa mana shu tikuvchilik sohasi bo'yicha? Atelye ochish, xudo xolasa. Atelye ochish, juda ham xursandman. Qalay, siz narxlaringiz ko'tarildimi yoki hali ham o'sha narxda tikyapsizmi? Biz qishloqda yashaganimiz uchun uncha qimmat emas narxlar. Bo'ladi. Qimmatga tiktirmaydi-da. Mana shaharda tursang, sal ko'tariladi. Az qishloqda uncha netolmaydi bo'ldi. Atelyeni qayerda ochmoqchisiz? Qishloqdami yoki shahardami? Shaharda. Shaharda mijozlar ko'p bo'ladi. To'g'ri, xursandman. Ishlaringizga omad, to'g'risi, sizni ham juda ham shijoatingiz baland ekan. Qancha ko'p o'zingizda ishlab, izlansangiz, doimiy o'z malakangizni oshirib tursangiz, albatta ko'zlagan niyatlaringizga erishasiz. Xudo xolasa, atelye ochsangiz, taklif qilsangiz, boramiz biz ham. Nafaqat videoda, hattoki jonli uchrashishda ham Xudo xolasa nasib etsin. Ishlaringizga omad. Rahmat. Kattakon sizga ham, guruhingizgadan ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling. Rahmat, kattakon. Salomat bo'ling. Xo'p, azizlarim, juda ham ko'p
obunachilarimdan savol keladi, ya'ni onlayn kursda ham nimadir o'rgansa bo'ladimi yoki tikuvchilikni o'rgansa bo'ladimi? Tikuvchilik bu shunchaki og'izdagi o'tiladigan dars bo'lmagandan keyin, amaliy bo'lgandan keyin qanday qilib videoda yoki telefon orqali tikuvchilikni o'rgansa bo'ladi degan savollar juda ham ko'p keladi. Buni sizga mana yaqqol isboti bemalol o'rganishingiz mumkin va qulaylik taraflari ham juda ham qulay. Masalan, darslikni agar offlayn bormoqchi bo'lsangiz, albatta vaqt ajratib, yo'lkira sarflab, issiq kunlarda yoki sovuq kunlarda o'sha ma'lum bir o'quv kursiga borishingiz kerak bo'ladi. Agarda mana biron bir sababdan borolmaydigan bo'lib qolsangiz, u darslardan qolib ketasiz. Lekin onlayn darsning qulayligi, video darslarimiz saqlanib qoladi. Bemalol uni darsdan bo'sh vaqtingizda yoki uy ishlaridan yoki davlat ishimi, balkim boshqa asl hunaringiz bo'lishi mumkin. O'shandan bo'sh paytlaringizda ham bemalol qayta va qayta ko'rib o'rganishingiz mumkin. Undan tashqari, meni onlayn darslarim bir umr siz bilan saqlanib qoladi. Yillar davomida bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bo'ldi, mana 2 oy dars bo'lgandan keyin o'chib ketadimi degan savollar bo'ladi. Yo'q, o'chib ketmaydi. Bu darslar bir umr siz bilan saqlanib qoladi. Hozir sizlarga kursim haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Hozirda o'zida o'sha SMS kelyapti. Darslaringiz qanaqa bo'ladi, qanaqa tarzda o'tiladi degan. To'g'ri, kechadan beri mana shu savol juda ham ko'p bo'lgani uchun mana sizlar bilan jonli ko'rishib turibmiz. Xo'p, sen ham chevarsan onlayn kursimiz 2 oyga mo'ljallangan, ya'ni 2 oy davom etadi. Haftada 5 kun dars, ya'ni 5 ga 2 sistemada ishlaymiz. 5 kun darsimiz bo'ladi, 2 kun dam olish, ya'ni uyga vazifalarni bajarishingiz uchun. Haftada 2 kun nazariy darsimiz bo'ladi, haftada 2 kun amaliy darsimiz bo'ladi. Ya'ni nazariy deganda chizmasi o'rgatiladi yoki bichilish jarayonlari o'rgatiladi. Amaliysida esa tikuv mashinkasi bilan qanday qilib tikish, dazmollar bilan qanday qilib ishlash, flizerinlar bilan qanday qilib ishlash, mana shu bezak ishlari o'rgatib boriladi. Bir kun esa albatta shaxsan men bilan jonli darsimiz bo'ladi. Jonli darsda faqatgina savol-javob bo'lmaydi. Albatta ma'lum mavzu asosida sizlar bilan uchrashib turamiz. Masalan, maqsad qo'yish yoki ijtimoiy tarmoqlarni qanday qilib rivojlantirish. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlangan. Shu sababdan mana siz bilan ko'rishib turibmiz. Qanchalik bilimingiz zo'r, qanchalik zo'r chevar bo'lishingizdan qat'iy nazar, ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izmasangiz, sizni taniydigan, sizni biladigan mijozlaringiz yoki o'quvchilaringiz chegarasi shunchalik kam bo'ladi. Agar ijtimoiy tarmoqlardan qanchalik ko'p foydalansangiz, sizni shunchalik ko'p odam tanishni boshlaydi va o'zingizni sohangizni ustasi ekanligini juda ham ko'pchilik tanib va sizga ishonch ortadi. Mana shular o'rgatib boriladi va ateliye yoki o'quv kurslari ochish niyatida bo'lsangiz, eng oson usulda va eng kam xarj, ya'ni kam xarajat qilgan holatda ochish sirlari ham o'rgatib boriladi. Masalan, o'zi hozirgi kunda qonunda, ya'ni qonunchilikda qanchalik bilsangiz, o'zingizni imtiyozlaringizni qanchalik bilsangiz, shunchalik o'zingizni sohangizda rivojlanish ancha oson bo'ladi. Mana shular o'rgatib boriladi va ishlab chiqarish qilishda nimadan boshlash kerak yoki kiyim chiqarishda, kiyim brendini yaratishda nimadan boshlash kerak yoki qanday qilib logotip, ya'ni o'z brendingizni yuzini tanlash, mana shu sirlar ham o'rgatib boriladi kursimiz davomida. Xo'p, darslarimizga keladigan bo'lsak, darslarimiz 7 ta, to'g'rirog'i ikkinchi potogimizda 8 ta moduldan iborat. Birinchi modulimiz albatta andozalar bilan tanishtiriladi. Eng birinchi o'rinda to'g'ri o'lcham olish. Har bitta tikuvchini o'ziga yarasha to'g'ri o'lcham olish sirlari bo'ladi. Masalan, meni to'g'ri o'lcham olishim bilan boshqa bir masterni to'g'ri o'lcham olishi umuman boshqa bo'lishi mumkin. Har bitta tikuvchi o'zidan kelib chiqqan holatda o'lcham olishlarni belgilab chiqadi. Meni yo'nalishim bo'yicha to'g'ri o'lcham olishni o'rganamiz. Undan keyin asos andozalar yaratishni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda asos andoza, ya'ni gavdamizga mos keladigan individual shaklda ozg'in, to'la, o'rta qanday bo'lishidan qat'iy nazar juda ham mos tushadigan hamda juda ham oson, formulалari kam bo'ladigan andozalar o'rgatib boriladi.
Xo'p, andoza nimaga kerak? Shu kungacha ham andozasiz ishlab yurgan edim. Bu menga ortiqcha ish yoki ortiqcha vaqtimni sarflayman deydigan savollar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Andoza nima uchun kerak? Andoza mana qo'ltiq sohamizda, yelkamizda, ko'krak tagida yoki ortiqcha skladkalar, ortiqcha buklovlarsiz qolipday juda ham ideal holatda turish uchun kerak bo'ladi andozamiz. Ba'zi tikuvchilar tikadi, primerka qiladi. Kiyimni tikdi, primerka qiladi. Primerka qilish jarayoni mana shu qo'l atrofida skladkalar, taxlamalar, burmalar yoki yelkasi noto'g'ri turishlar, osilish, ko'ylak orqaga ketib qolish yoki ba'zi bir holatlarda oldinga tortib ketib qolib, oldi ochilib ketish holatlari bo'ladi. Mana shular yuzaga kelmasligi uchun biz asos andoza bilan ishlaymiz. Xo'p, asos andozadan tashqari yubka andozalari, yeng andozalari eng ko'p va eng kerak bo'ladigan andozalar o'rgatib boriladi va shundan keyin sizlar bilan ba'ziviy eng ko'p tarqalgan, eng ko'p keng tarqalgan libos turlarini tikishni, bichishni va chizmasini o'rganib boramiz. Undan tashqari, asos andozadan tashqari erkin asos andoza ham o'rgatiladi. Erkin asos andozada siz bemalol abaya, hudi o'rangan opa-singillarimiz uchun keng variantdagi ko'ylaklarni qiynalmasdan bitishingiz mumkin. Hatto darsim davomida vitichkasiz ko'ylaklar turlarini ham o'rgatib boramiz. Masalan, bozordan mana bunaqa rubashka oldik, uni hech qanaqa vitichkasi yo'q. Agar o'zimiz bichadigan bo'lsak, qayerdadir osilish yoki ortiqcha joylar kelib chiqadi. Qanaqa qilib mana shu vitichkani yo'qotish mumkin degan savollaringizga ham o'z javobingizni olasiz. Lozim turlari. Hozirgi kunda ko'pchilik lozim tikadi, yoki o'tirganda orqaga tortib ketadi, yoki og'ir qismi xalaq beradi, egilganda, turganda, namoz o'qiganda juda ham noqulaylik tug'diradigan holatlar kelib chiqadi. Shuning uchun lozimni har xil turini ko'rib chiqamiz. Ozg'inlar uchun, to'lalar uchun, og'li lozim va o'ta to'lalar uchun ham lozim turlarini ko'rib chiqamiz. Keyin hamma kutgan, juda ham ko'pchilik kutgan modellashtirishni o'rganamiz. Modellashtirish o'zi nima? Noodatiy fasonlarda chiqarish, noodatiy vitichka turlarida, ya'ni hamma, ya'ni o'zi tikuvchilikni pog'onasi bir. Oddiy tikuvchimiz bor. Faqatgina ko'ylak lozimda oddiy fasonda tikib bera oladigan, murakkab fasonlar tikish qo'ldan kelmaydigan tikuvchilarimiz bor. O'rta holatdagi tikuvchilarimiz bor. Bu ko'rsatgan fasoningizni tikib bera oladi, lekin o'zidan qanaqadir g'oya, ideya yoki noodatiy fasonlarni chiqarib bera olmaydi yoki murakkab fasonlarni tikishga qiynaladi va shunaqa fasonlarni olmaydi. Oliy toifali, ya'ni oliy toifali deganda oliy ma'lumotli emas, oliy tabaqali tikuvchilarimiz bo'ladi. Bunda istalgan fasonni tikib bera oladi. Murakkab fason bormi, modellashtirilgan fasonmi yoki noodatiy, umuman bunday qaraganingizda tikishini tushunib bo'lmaydigan fasonlarda bemalol tikib bera oladigan tikuvchilarimiz bor. Xo'p. Xullas, oliy tabaqali, ya'ni oliy toifali tikuvchilar o'rganadigan fasonlarni o'rgatib boraman. Masalan, skladkali, drapirovkali, taxlamali yoki bo'lmasa yelkasida skladkasi bor, ko'krak tagida. Xullas, hozirgi kunda urfda chiqayotgan har qanday fasonni modellashtirish o'rgatiladi. Undan tashqari, men sizga va'da beraman, kursni tugatganingizdan so'ng siz mustaqil ravishda istalgan fasonni o'zingiz modellashtira olasiz, ya'ni modellashtirish mohiyatini ham tushunib yetasiz. Kursimiz davomida shimni ham professional darajada, ya'ni nima desam ekan, premium sifatida o'rgana olasiz. Shunchaki oddiy bozorda sotiladigan shimlar emas, siz kantlar bilan premium sifatida cho'ntaklari, obработkalari juda ham chiroyli holatda shimni noldan boshlab o'rganasiz. Hech qayerda tortirish bo'lmaydi, og'lari ham hamma joylari juda ham chiroyli holatda turadigan shimni o'rganasiz va juda ham ko'p tikuvchilarimizni qo'rquvi bo'ladi. Bichish jarayonida qanaqadir qo'rquv bo'ladi. To'g'ri, bilimi yetarli, ya'ni juda ham ko'p narsani tushunadi, lekin bichishga kelganda juda ham qo'rqadigan tikuvchilarimiz bor. Yoki bo'lmasa, ozg'inlarga juda ham qolipday chiroyli tushirib beradi-da, to'la mijozlar kelganda ololmaydi, yo'q, vaqtim yo'q yoki ilojim yo'q deb o'sha to'la mijozlarda qaytarib boradi. Darsimiz davomida ozg'in, to'la va nostandart figura turlari bilan ishlashni ham o'rgana olamiz. Hamda mijoz turlari bilan qanday qilib muomala qilish kerakliklarini ham o'rganib boramiz. Birinchi o'rinda muomala turadi, albatta.
Mana shular o'rgatilinadi hamda birinchi potokka bermagan imkoniyatni ikkinchi potokka beramiz. Ya'ni astarli kiyimlarni ham, astarli kostyum, astarli jiletkalarni ham noldan boshlab premium sifatida o'rgana olasiz. Bunda nimalarni o'rganasiz? Qarang, birinchi o'rinda yoqa turi, shalvi yoqa hamda angliska variantnikda modellashtirish, ya'ni qolipga tushirish, to'g'risini aytsam, tikuvchilik sohasida dazmol qilish birinchi o'rinda turadi. Kostyumni duberini yopishtirishdan tortib dazmol turlari, to'g'rirog'i kirishtirish, ortiqcha joylarini dazmolla yo'q qilib yuborish degan joylari bo'ladi. Mana shular sirlarigacha o'rgatiladi. Kostyum yenglar, etak qismlari, avrabotkalari, cho'ntak turlari, astar nima uchun osiladi yoki nima uchun tortib qoladi. Mana shu barchasi noldan boshlab o'rgatiladi. Va kursimizni tugatganingizdan so'ng albatta o'zingiz harakatingizga bog'liq, o'zingiz ishtiyoq bilan o'rganib, barcha vazifalarni bajarsangiz, albatta juda ham zo'r natijaga erisha olasiz. Sababi, ya'ni shu kungacha bo'lgan o'quvchilarim orasida o'zini ateliasini ochgan, o'zini ishlab chiqarishini yo'lga qo'ygan o'quvchilarim ham bor. Hattoki arzon tikishdan qimmat tikishga o'tib, ya'ni o'ziga bo'lgan juda ham ishonchi baland o'quvchilarim juda ham ko'p. O'quvchilarim faqatgina O'zbekistondan emas, qo'shni davlatlardan ham o'quvchilarim bor. Masalan, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Turkiya, hatto Amerika, Germaniyadan ham o'quvchilarim bor. Hammasi juda ham mamnun. Agarda siz ham qisqa muddat ichida tikuvchilikni noldan boshlab o'rganib, maksimal darajada natijaga erishishni xohlasangiz, albatta mana shu kursda o'qishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zi, nafaqat tikuvchilik sohasida, har bitta sohada albatta juda ham tez yo'q deganda 3 yil, har 3 yilda o'z malakasini oshirib turishi shart. Nima uchun shart? Oshirmasangiz mumkin, ya'ni imkonim yo'q yoki vaqtim yo'q, zakazlarim ko'p, shundoq ham zo'r tikaman degan fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin albatta malaka oshirishingiz kerak. Nima desam ekan? Bu yil moda bo'lgan narsa keyingi yil moda bo'lmasligi mumkin. Bu yil bo'lgan moda 3 yildan keyin umuman hech kim qaramaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Chunki zamon juda ham tezlashib ketgan. Yangi fasonlar, yangi uslublar yoki bo'lmasam yangi tikilish texnologiyalari o'zgarib boryapti. Masalan, bitta obunachim bilan suhbat bo'lgan, ya'ni oldingi xuddi sizlarga o'xshagan jonli efirimizda. Men 20 yillik tikuvchiman, 20 yil avval o'qiganman, lekin o'sha bilimim bilan hozir juda ham qiynalyapman. To'g'ri zakazlarim bor, kiyimlarim qolipday tushmaydi yoki trimerka qilib berishim kerak yoki переделка qilishim kerak qayta va qayta yoki tikib olib ketilgan narsa qaytib kelayapti degan muammolar juda ham ko'p. 10 yil, 15 yil, 5 yil, 20 yil, 25 yil tikuvchilik bilan shug'ullanib, mana shu muammolarga yechim topa olishmayapti. Shu sababdan juda ham tez malaka oshirib turgan o'zingiz uchun juda ham yaxshi va qulay bo'ladi. Imkonim yo'q deyishingiz mumkin. Imkonim yo'q degan taqdiringizda ham menga o'xshagan juda ham ko'p tikuvchilikni o'rgatadigan o'qituvchilar, ya'ni modeller, konstruktorlar juda ham ko'p. Instagramda ham, TikTokda ham, YouTube'da ham, Telegramda ham. Hech bo'lmaganda o'shalarni doimiy kuzatib borishingiz kerak. Albatta, yangiliklardan xabardor bo'lasiz, lekin bitta narsa, bitta haqiqat bor. Buni tan olish kerak. Tekin narsa deyarli hech kimga keragi yo'q. Masalan, Instagramdan savollar bo'ladi. Mana shu fasonda modellashtirib bera olasizmi? Bu nafaqat menda, boshqa bloger, ya'ni shivini bloger deyishimiz mumkin. Ularda ham bo'lishi mumkin. Lekin aslida aynan o'sha fason modellashtirilgan video darslik joylangan. Telegramga, Instagramga hech kim qarab ko'rmaydi, qidirib ko'rmaydi. Faqatgina so'rasa-yu kimdir tekinga javob bersa. Bekordan bekorga xarajatsiz harakat nolga teng deyilmagan. O'shaning uchun albatta o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Keyin yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma bilimlarga ham ishonib bo'lmaydi.
Eng birinchi o'rinda to'g'ri o'qituvchini tanlab, o'shani yo'nalishda ketishingiz mumkin. Qachonki o'qituvchini almashtirishingiz kerak bo'ladi, o'sha o'qituvchini bor bilimini o'zlashtirib bo'ldi, bu ustozdan men boshqa hech narsa o'rgana olmayman. Hamma bilimlarni o'rganib bo'ldim degan taqdirizdagina o'qituvchini o'zgartirsangiz, ana shunda juda ham ko'p narsaga erishasiz. Hozir eng katta muammolardan bittasini aytaman. Bitta o'quvchim bor. Ya'ni o'zimni o'quvchim, to'g'rirog'i, qish kiyimlarda o'qigan, astarli kiyimlarda o'qigan o'quvchim bor. Uni muammosi nima? Kurslarda o'qiyapti. Nafaqat meni kursimda, mendan avval boshqa o'qituvchilarda ham kurslarda o'qigan, lekin bilimi yetarli. Faqatgina qo'rquv juda ham baland. Qo'rquv balandligidan nima desam ekan? Bicholmaydi. O'zi uchun tikishi mumkin, onasi, opa-singlisi, yaqinlari uchun tikishi mumkin, lekin umuman begonalarga, hatto uzoqroq qarindoshlariga ham bicholmaydi. Qo'rquv balandligidan buzib qo'yaman yoki buzib qo'ysam uni material pulini to'lashim kerak degan o'y xayollari bo'ladi. Men mana shu kursimda mana shunaqa qo'rquvlarni qanday qilib yengish haqida ham o'z maslahatlarimni ayamayman. Xo'p, hozircha hammaga imkon darajasida savollarga javob berishga harakat qildim. Endi mikrofoninglarni yoqamiz. Kimda nima savoli bor, bemalol savollarni berishingiz mumkin. Men imkon darajasida javob berishga harakat qilaman. Mikrofoni yoqilganlar, qo'l ko'targanlar bemalol o'z savolini berishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men tikish qilaman o'zimiz. Ko'ylak tikkanimda ko'ylakni tepasida muammolar bo'ladi. Yelkalar tortilib qoladi. Keyin vitichkani yaxshi tika olmayman. Shunga ajali bironta video darslik bormi, yo'qmi, nima sababdan shunday bo'ladi? Keyin orqaga ketib qoladi ko'ylak ko'pincha. Siz andozasiz ishlaysizmi? Ha, andozasiz ishlayman. Hozir aytib o'tdim shu muammolarni, ya'ni mana shu sanab o'tayotgan muammolaringiz andozasiz ishlagandan kelib chiqadi. O'zi vitichkaga qancha masofa tashlaysiz? Ko'krak vitichkaga. O'zi tikish qilganimdan beri shu vitichkaga hech qo'lim kelishmaydi. Bir yil bo'lib qoldi-da qilayotganimga. O'zim uchun, uydagilar uchun qilaman. Vitichka tikmayman ko'pincha. Keyingi variantdagi ko'ylak qilasizmi vitichkasiz? Keyingi variantda qilmayman. Nimadir qilib trapetsiyada birammalab chiqaraman-da. Yaxshi chiqqani ham bo'ladi. Ko'pincha bitta ikkitasi shunday tortishib, yelkalari keng chiqib qolib, kamchilik bo'lib qoladi. Xo'p. Tushunarli. Siz ustoz ko'rganmisiz? Kimgadir shogird tushganmisiz, qadar o'qiganmisiz tikuvchilik uchun yoki mustaqil o'rganganmisiz? 2 oy andozaga shogirdga tushganman, lekin hozir esimdan chiqib ketgan. Daftar tutmaganmisiz? Yo'q. Tushunarli. Xo'p, siz aytayotgan muammolari hammasi jiddiy muammolar. Ya'ni albatta siz andozani o'rganishingiz kerak. Ya'ni vitichka haqida deyarli hech qanaqa ma'lumotga ega emassiz o'xshaydi. Hozir agar aytib ko'raman, tushunasizmi yo'qmi? Vitichka haqini hisoblaganda ko'krak aylanasining ikkiga bo'linganini 10 ga bo'lsa sizni vitichka haqingiz kelib chiqadi. Ya'ni mana shu yon tarafida tikiladigan qismimiz bor-ku, qancha buklanishi. Masalan, ko'krak aylanasi 100 bo'lsa, 2 ga bo'lingan 50, ya'ni o'sha ayolda razmeri 50 hisoblanadi. 50 ni 10 ga bo'lsa 5 sm. Albatta vitichka uchun 5 sm tikilishi kerak. Agar 5 sm kam, 4,5-4 sm bo'lsa ham mana shu qismlarda skladka, buklanishlar bo'ladi. Keyin kiyimni orqaga ketib qolishining sababi orqa yelka oldi tarafga 1 sm o'tmaganidan. Hozir uni qanaqa men og'zaki tushuntirib bersam ekan.
Xullas, kiyimingizni tekis qilib stolga yoyganingizda, orqa yelka albatta old tarafga 1 santimetr o'tgan holatda buklanibroq turishi kerak. O'shanda orqaga ketib qolmaydi. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Yana kimda nima Assalomu savol alaykum. bor? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Men sizni Qirg'izistondan kuzatib yuraman. Orada o'zi sizni lichkangizga ham chiqdim, faqat imkoniyatim bo'lmay, nima kartani qanday o'tkazishni bilmay qoldim. Pulda. Biza endi M-bankimiz bo'ladi. Endi nima O'zbekistonda kartasiga qanaqa qilib o'tkazishni bilmadim, to'g'risi ham. 3 oy nimaga o'tdim. Shogirdlikka tushgan edim. Men ham shu vitishka to'g'risida nima qilib savol bermoqchi edim. Aslida biz ko'hrak uchidan yelkadan ko'hrak uchigacha hisoblab turib, endi kimi hammani gavdasiga qarab, birida 30, birida 32, katta yoshdagilarga 40 gacha ham bordikda. Ashim bilan eplab chiqarsam chiqara olmayman, bo'lmasam chiqara olmay qolaman-da. Orada ko'ynaklarim ham tushdi. Bitta-ikkitasiga ham nima qila olmay qoldim. Tushira olmay qoldim ko'ynaklarimni. Shu sabab bo'lib qoldim endi. Hali siz aytmoqchi, pitishga qo'rqaman, to'g'risi. Qo'rqqanimdan picholmasdan buzib qo'yaman degan o'y fikr bo'lib qolib, shu bilan yana to'xtatib qo'ydim-da. Bu yil chiqmoqchi edim. Mazam bo'lmay, chiqolmay qolib to'xtatib qo'ydim. Endi hech bo'lmaganda onlayn orqali harakat qilib ko'rsammikin degan edim. Albatta o'qishingiz kerak. Qanchalik to'xtatib qo'ysangiz, shunchalik esingizdan chiqadi. Nima desam ekan? Yangiliklar o'zgarib ketadi, bilimlar o'zgarib ketadi. Ya'ni o'sha 3 oy o'rgangan bo'lsangiz, shogird tushib. O'sha o'qituvchingizda siz kabi muammolar bo'lganmi vitishka turida? Aslida muammo bo'lmasa, u qanaqa o'rgatgan bo'lsa, siz shunaqa o'rgangan bo'lishingiz kerak. U o'zini qanaqa, masalan, klient kelganini, ignaga kiyib ko'rgan jarayonlar ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Bitta-ikkitasida o'sha yelkasi katta bo'lib qolib, bunadaqa nima qo'ltig'i aylanasi sal katta bo'lib qolib, shunaqa qo'ltig'i katta keldi, yeng katta keldi deganlar bo'lganda, men endi 1 santimetr kirgizamiz ekan, bunday qilamiz ekan deb ashuna derdi-da. Demak, u o'qituvchingiz ham andoza bilan ishlamagan, to'g'rimi? Endi andoza lekala, to'g'rimi? Lekala. Ha, ishlaydi. Endi sal kamroq nima joylarda nima bo'lib qoldimikin, ammo bizni andoza bilan o'rgatgan, siz aytmoqchi. Polniy tushmanandaqa nima biz faqat nima to'rga bo'lamiz, bunday qilamiz deb tushuntirgan. Endi biz men sizga hozir menga tushuntirib berganini aytyapman sizga. Aslan qilib tushirib ber, sal o'zi ham bunday tikayotganda birarga bitta-ikkita joyda kattaroq kelib qoladi, bitta-ikkita odamnikiga, bitta-ikkita odamnikiga yarasha kelib qolib, rosa chiroyli chiqaradi. Qarang, u har bitta odamga alohida andoza qilarmidi yoki o'zida tayyor andoza bor, o'sha andozadan foydalanib hammaga bir xil chiqarmidi? Gazetaga har bitta odamga andoza chiqarar edi, gazetadan. Chiqarib turib, qanday fason bo'lsa, shu fasonga nima qilib turib, mo'ljallab turib, ineki manday qilamiz deb tushuntirib bergan. Endi hali men o'zimni ilmim sustlik qilib yaxshi olmaganmanmi, bu daftar ruchka tutmaganligim bo'lib qolib, menda ayb bo'lib qoldi. Men o'zimni o'quvchilarimga albatta daftar tutishini talab qilaman. Sababi xuddi mana sizga o'xshab, mana o'qidingiz, mana 3 oy o'qidingiz, lekin esingizda qolmadi. Daftaringiz bo'lsa, hech bo'lmasam varaqlaganingizda ham qanchadir qismi esingizga tushar edi-da. O'shaning uchun shogird tushasizmi yoki onlayn o'qisizmi, offlayn o'qisizmi, albatta daftar tutishingiz kerak. Onlayn o'qigan taqdiringizda ham, masalan, telefoningiz buzilib qolishi mumkin yoki telegramingiz blokka tushib qolishi mumkin, sim kartangiz yo'qolib qolishi mumkin. Xullas, darsni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Lekin daftaringizdagi bilimni hech qachon yo'qotmaysiz. Har doim yaxshi saqlasangiz, yillar davomida sizga xizmat qilishi mumkin o'sha daftaringiz. Men o'zim masalan 6-7 yil avval o'qigan daftarlarim ham turibdi. Maşallah. Endi hozir daftarimga qaramman, lekin qachondir kerak bo'lib qolishi mumkin. Yo'q deganda o'quvchilarimga nimadir aytayotgan paytimda varaqlab qolishi mumkin.
Hmm. O'shaning uchun albatta daftar tutish kerak. Yaxshi, men ham kutmaganim bo'lib qolib, shu nima qo'rqish bo'lyapti. Bu yil qizimdan boshladim. Tavakkal qilay, bo'lsa ham o'zimizni material, qizimning materiallari deb turib, qizimdan boshladim. Keyin ikkita uchtasi qo'shnim berdi. Bemalol pichir nima qildi, harakat qildim. Aslida ham bir yerida nito bo'lib qolib, rosa tezlikda o'zim ustozim gapirib chiqdim. Men yerda manaqa xato qilib qo'ydim. Bekarga unga tik beryapman, ham bekarga tik berib, buzib qo'ygan bo'lsam materialini olib berishimga to'g'ri kelib qoladi. Menga ko'rsatib bering deb qo'rqish bo'lib, keyin chiqdim. Keyin yo'q, to'g'ri, просто materialni nimasini adashtirib qo'yibsiz, qayerdan qanaqa qilib pichilishiga adashib qolibsiz deb reski material nima ham chiqarib berdi-da. Orqa tarafini nima chiqara olmay qoldim. Oldi tarafini birinchi nima qilyapman, orqa tarafini chiqara olmay qolganimdan qo'rqqanimdan yugurdim ustozimga. Aslida keyin pichishga men уже oxirgi qo'shnimniki bo'lib qoldi. Pichiganim, undan keyin уже qo'rqib picha olmay qoldim. Baribir yana buzib qo'yaman degan o'y fikr kelib qoldi. Xo'p, qo'rquvni yo'qotish uchun birinchi o'rinda ozgina malaka oshirishingiz kerak, o'z ustida ishlashingiz kerak. O'zi aslida tikuvchilik sohasida iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsani to'g'rilashga imkoni bor. Ba'zida dazmol bilan to'g'rilab ketishingiz mumkin, ba'zida sutib yoki tikib yoki nimadir qo'shgan holatda albatta to'g'rilash imkoni bor. Chunki bunaqa holat nafaqat sizda, qo'rqmang, hammada bo'ladi. Har bitta tikuvchida hayotida, to'g'ri ish davomida bir marta bo'lsa ham buzib qo'yish yoki noto'g'ri kesib qo'yish ham bo'ladi. Menda ham bo'lgan bu narsa. Işte, siz o'zingizga bog'lanishim kerak, qanday bog'lanmasam bo'ladi? Xo'p, nima masalada? Kurs masalasi bo'yichami? Kurs masalasi bo'yichami, ili o'zingiz bilan nima qilib turib, o'zimga nima darsliklarni jo'natib bersangiz, men sizga qilgan ishlarimni ko'rsatishim uchun, ichkizga chiqib olishim uchun qanday qilsam bo'ladi? Xo'p, sizga adminim aloqaga chiqadi, keyin shundan keyin meni lichkam berish mumkin. Xo'p, katta rahmat. Sog' bo'lasiz. Xo'p, endi yana kimda nima savoli bor? Bemalol savolni berishim mumkin, javob beraman. Assalomu alaykum, Azizaxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Sizni anchadan beri kuzatib boryapman. Instagramda, Telegramda juda yaxshi tushuncha berasiz. Sen ham Chevarsan kursizni birinchi patogida ro'yxatdan o'tishdan qolib ketganman. Xudo xohlasa ikkinchi patogga ro'yxatga yozilganman. Kutyapman 25-iyunni sabrsizlik bilan. Xudo xohlasa ko'rishamiz darsimiz davomida. Albatta sizga ma'qul keladi. Kuzatishda davom eting, chunki foydali videolarda ham juda ham ko'p ma'lumotlarni berib o'taman. Endi kimdir bu ma'lumotlarni ola oladi, kimdir shunchaki o'tkazib yuboradi. Instagramda, Telegram kanallaringizni ham kuzatib, ma'lumotlar olib boryapman. Keyin menda bitta savolim bor edi, o'sha kurs masalasi bo'yicha. Kursda bizda mana bu o'qish davomiyligida bizda bilasiz o'zbekchilikda mana bu mashinkobda tikuvchilik o'rganib ekan desa, qarindosh urug'lar, tanishlar, ko'ylaklar berishni boshlashadi. Bering mayli deb. O'sha vaqtda ham fasonlar kelib qoladi-yu, kursda hali yetib bormaganmiz. O'sha fasonlar bo'yicha ham yordam so'rasak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Masalan, meni birinchi patogimda ham darsda yo'q mavzularda ham so'raydi. Menda o'shanga doir yoki taalluqli video darslar bo'lsa tashlab beraman. Masalan, bir o'quvchim rubashkani so'radi, rubashkani, keyin hozir avalsimonli koketkali ko'ylaklar urfda bo'ldi, mana shu fasonlarni so'radi. Albatta ularga tashlab berdim. Imkon darajasi keyin orada bo'ladi. Darslikda tushunmay qolishi yoki men tushuna olmadim degan joyiga men qaytadan video darslik tayyorlab tashlab bergan vaziyatlarim ham bo'ladi. Xullas, hamma narsaning iloji bor, imkoni ham bor.
Chunki hozir o'zim asos andoza ola olamanda, lekin asos andozamda olgan andozamda proyma keng chiqib qolyapti. Men tikkanim ko'ylaklarimni keyin yelka ancha katta kelib qolyapti-da. Qarang, andoza bilan ishlaysizmi? Ha, andoza bilan. Men yaqinda boshladim. O'zi bir yarim oy bo'ldi. Endi tikuvchilik sohasiga kirib kelyapman. Tushunarli. Xo'p. Proymani katta kelishini sababi ko'p to'g'rirog'i o'zi aslida andoza bilan nima uchun andoza bilan ishlaysizmi deb savol berdim. Har bitta, nafaqat meni andozamda, boshqalarni ham andozasida qo'ltiq o'yindisi eng kichkina holati beriladi. Agarda, ya'ni loy holati bo'ladi, ya'ni cho'ziladigan materiallar, strichi bor materiallar uchun, futbol uchun materiallar uchun eng kichkina qo'ltiq o'yini beriladi. Keyin fason turiga qarab ozgina 1 yoki 2 santimetr o'yish mumkin qo'ltiq o'yinini. Sizga katta kelib qoladi degan muammo bor ekan. Endi sizni andozangiz qanaqaligini bilmayman. Qarang, qo'ltiq o'yinini o'yganda mana men bu proymani uzunligini o'lchash uchun yelka kengligingizni, ya'ni umumiy yelka kengligini 2 ga bo'lgan holatini proymaga tushsangiz, bu normal holatda bo'ladi. Masalan, yelka kengligingiz 38 bo'lsa, qo'ltiq o'yinisiga 19-18 santimetr tushsangiz, bu proyma o'yiningiz keng kelmaydi degani. Tushuna oldingizmi? Ha, tushuna oldim. Masalan, 36 bo'lsa, 18. Xuddi shunaqa. Strichi bor materiallarga, ya'ni cho'ziladigan materiallarga imkon darajasida kichkina qilishingiz mumkin. Yelka kenglikni 2 ga bo'lib, 2 santimetr, 3 santimetr ayirib tashlashingiz ham bo'ladi. Ya'ni tor turadigan ko'ylaklarda, yengsiz ko'ylaklarda shunday qilishingiz, shunda qo'ltig'ingiz ochilib qolmaydi. Tushundim. Rahmat sizga. O'sha savol so'rab olmoqchi edim. Nasibingizda kursda ko'rishguncha. Sog' bo'lasiz. Tamam. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Izohon, yaxshimisiz? Qarang, kurak vitichka haqida ham ma'lumot bersangiz, qayerdan kelib chiqadi? O'shani hech tushunmayman-da, kurak vitichkani. Kurak deyapsizmi, ko'krak deyapsizmi? Kurak vitichka bo'lar ekan-ku, yelkada orqada kurak vitichkasi. Qayerdan Kurak kelib chiqadi? vitichka. Qancha santimetr tushadi? Xo'p. Kurak vitichkasi men o'rgatayotgan kurak vitichkamiz mana shu bo'yin o'yinisidan qolgan qismi bor-ku, yelka kenglik, o'shani teng 2 ga bo'lib, o'rtasidan pastga qarab 7, 8, 10 santimetrgacha uzunlikda tushadi. Kurak vitichkasi, lekin kurak vitichkasi asosan klassik kiyimlarda, kostyumlarda ko'proq qo'llanadi. Oddiy shtanfeldan, paplindan tikiladigan ko'ylak turlariga men unchalik tavsiya qilmayman kurak vitichkasini. Hozirgi kun o'z avvallari kurak vitichka degan narsa bo'lmagan, keyinchalik chiqishni boshladi. Sababi hozirgi avlod, hozirgi odamlar juda ozginadan bukchayib, enkayib yurishni boshladi. O'shaning uchun o'sha kurak vitichkalar o'ylab topilyapti va shu bo'yicha ham ishlanyapti. O'sha kurak vitichka kengligi nima hisobidan olinadi? Nimani kengligi? Kengligi. Hozir kengligi degani nima nazarda tutayotganingizni tushunmayapman, lekin qarang, belgilanadigan joyi yelka kenglikda o'rtasi topilib, pastga qarab uzunligi 7, 8, 10 santimetrgacha tushiladi. Lekin kengligida mana nazarda tutayotganingizni tushunmadim. Tikilishi ikki tomondan necha santimetr o'sha tiksa, bichganda. Ko'p andozalarda olib ko'ryapman-da o'shani. Yarim 1 santimetr tikiladi. Keyin ancha ko'krak vitichkani kengligi qayerdan kelib chiqadi? Ko'krakdan. Ko'krak vitichka tepadan tushayotgan bor-u, ko'krak o'shaning kengligi. Razmerni 10 ga bo'lasiz. Masalan, ko'krak aylanan 2 ga bo'lingani bu sizning razmeringiz bo'ladi. Masalan, ko'krak aylanangiz 100 bo'lsa, 2 ga bo'lingan 50. Demak, 50-razmer ko'ylak kiyasiz. O'sha razmerni 10 ga bo'lasiz. Ya'ni 50 ni 10 ga bo'lsangiz 5 santimetr. O'sha vitichka oralig'i 5 santimetr. Yon tarafdan ham 5 santimetr bo'ladi. Men bel tarafdagisi esa hammadaqa 3 bo'ladi.
Ha, shu yuqori yelkadan o'sha 5 santimetr ochiladi. Shuni kesgan nima qilgan vaqt shu bir tomon hisoblab ochsa, 5 santimetr chiqsa to'g'ri bo'ladi. Shunaqami? Endi 50 razmerga. Ha, 50 uchun 5 santimetr. Masalan, 40 razmer uchun 4 santimetr. 42 uchun 4,2 santimetr. Shunaqa. Ha, ko'krak uzunligi o'lchanib o'rtadan belgilanmaydi. Ko'krak uzunligi 24 bo'lsa, 12 belgilab, o'shandan keyin 5 santimetr o'lchab, kenglik ochilmaydi. Yelkadan ochiladi shunaqa. Yo'q, qarang. O'zi andozadan men kelib chiqaman. Andozani yelkasidan pastga 5 santimetr tushib, keyin 5 santimetr ochiladi. 5 bu hammada bir xil bo'ladi. Ha, tushish, ha. Mhm. Rahmat, kattakon sog' bo'ling, charchamang. Sog' bo'lasiz. Yana kimda nima savol bor? Hop. Yana kimda nima savollar bor? Hozir Salom Aziza, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan. Rahmat, Xudoga shukr. Aziza, men sizni asali kostyumlarni onlayn kursini sotib olib, o'qib tugatdim. Mhm. O'sha andoza nimasida ko'ylaklar tikyapman, yaxshi. Faqat qarang, mana bu olak zamogli ko'ylaklarga, keyin tugmali ko'ylaklarga tikish haqqi necha tashlashim kerak? Shu qanaqadir halqob bo'lib qolyapti-da ularga. Zamok uchunmi? Ha, zamok, keyin tugmalar uchun ham ko'p tashiyapmanmi? Olakchasini bu ko'krakdan tashqari yana halqobday bo'lib turibdi-da. Demak, ko'p tashlaysiz. Qarang. Ko'rinib turadigan zamoklarimiz bor-ku. Spiral zamok, kimlar traktor zamok deydi. Ko'rinib turadi, chiroyli bo'lib ko'rinib turadigan joylari bor. Ular uchun cho'k haqqi tashlashingiz kerak bo'lmaydi. Ya'ni qirqib tikkaningiz o'sha ko'rinib turish hisobi bilan o'zi loyiq keladi. Agar patayno, ya'ni ko'rinmaydigan zamoklarimiz bor-ku. Zakriti zamok deydi. Ana o'shalar uchun ya'ni bukloda bilasiz-ku, 1 santimetr cho'k haqqi yetadi. Tikilish hisobi. Yana qanaqa zamoklarimiz tugma uchun. Xo'p. Siz qanaqa tugma qilmoqchisiz? Agar shunchaki plankali bo'lsa, u planka bilan ishlaysiz, lekin mana bunaqa rubashkaga o'xshagan tugma bo'ladigan bo'lsa, 4,5 santimetr tugma haqqiga tashaladi. Lekin 6 santimetr filizering yopishtiriladi. Filizer yopishtirish shart tugmali bo'lganki. 6 santimetr filizering yopishtirib, 3 santimetr buklanadi. Shunda 1,5 bir-biriga o'tishi 3 qoladi. Ammo 3,5 tashab turib, 3 santimetr, yo'q, 2 santimetr qaytarib filizering yopishtirib tikdim. Qanaqadir olak halqob bo'lib turibdi-da, o'shanga ko'p tashadimmi deb o'yladim. Mana hozir jonli efir bo'layotgan kanalimiz bor-ku, Aysam Collection. Mana shu kanalni sal teparog'ini qidirsangiz, rubashka darsligimiz bor. O'sha rubashka darsligida ko'rsangiz, tugma haqqi qanaqa qilib kelib chiqqani o'sha darslikda o'rgatilgan. Ya'ni men 4,5 santimetr tashiyman, 6 santimetr filizerni yopishtirib, 3 santimetrda buklanadi. Mana shular tikilish jarayoni bilan ko'rsatilgan. O'sha darsni ko'rib chiqing-da. Men sizda nimangizdan ko'rdim, rubashkangizni analik qildimda, mana belidan kilyoshlik bu ko'ylak, beldan. O'sha ko'ylakka nima qilib rubashka darsligingizni berganingizga qiluvdim, rubashka tikuvdim. Yaxshi bo'ldi. Beldan kilyoshlik ko'ylak tikdim, beldan kilyosh bo'libdi, keyin tugma haqqini o'tkazib tikkanimda o'shanda olak shuni bel to'g'ri kelibdi, olak ko'krak illari halqobday bo'lib turibdi-da.
Kekis qirqasimi axir? Yo'q, qarang. Beldan pasti bo'linish bo'lsa, xuddi men aytganimdaqa tugmali bo'lsa, mana bir-birini ustiga chiqarib, keyin nima desam ekan, bir-birini ustiga chiqarishni kam qilishingiz mumkin yoki surilib ketishi mumkin. Albatta, bulovka bilan ishlang. Agar trapetsa oddiy ko'ylak bo'ladigan bo'lsa, bir qarich, ikki qarich tugmali qiladigan bo'lsangiz, u planka bilan ishlashingiz kerak. Mana astarlik kiyimda o'tganmiz-ku. Plankali cho'ntak turlarini shimdikida ko'rganmiz. Deyarli xuddi o'shanga o'xshab tikiladi plankali tugma. Keyin Aziza qarang, hozirgi kursingizga modellashtirish kursiga unaqa ko'ylak lozimlarni hozirgi yangi fasonlar chiqyapti-ku, olagi nalik, kaketkachalik, to'rtburchak kaketka, keyin unaqa dumaloq kaketka yelkadan kiygan, reglan yenglar yelkadan kiygan, shular ham modellashtirish o'rgatiladimi? O'rgatiladi albatta. To'rtburchak kaketka, dumaloq kaketka, o'zbekcha kaketka, reglayinglar hammasi o'rgatiladi. Ya'ni darsligimiz o'zi 35 ta mavzu, lekin 69 ta video darsligi bor. Ya'ni 70 ta. To'g'rirog'i astarlik kiyimlar bilan bir 80 taga yaqin video darsligimiz bor. Modellashtirishni o'zi 40 ta video darslik. 40 tani ichida mana shu fasonlar hammasi bor. Keyin ularni faqat modellashtirish, bichib tikilish ular bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, o'rgatiladi. O'rgatiladimi tikilish jarayoni ham? O'rgatiladi albatta. Va maniken bilan ishlash ham o'rgatiladi. U qachongacha u kursingiz sotuvi? 25-iyunda darsimiz boshlanadi, 25-iyunda. O'shangacha qabul ochiq. Rahmat Aziza, charchamang. Sog' bo'lasiz. Rahmat, sog' bo'ling, charchamang. Hop, kimda yana qanaqa savollar bor? O'zi boya savol bo'ldi, to'g'rirog'i. Buzib qo'yganimdan keyin tikishga bo'lgan xohishim kamaydi degan savol bo'ldi. Bunaqa holat shaxsan menda ham bo'lgan. Eng dahshatlisi to'yimdan 2 kun avval xo'jayinimni to'y shimini buzib qo'yganman. Eshitaman. Gapirishingiz mumkin. Aloqa yaxshi emas o'xshaydi. Xullas, shunaqa qilib to'y shimini buzib qo'yganman. Nima desam ekan, shimni pochasini qaytarganda albatta chok haqi tashlab, keyin qirqiladi-ku. Men chok haqi tashlamasdan tayyoridan qirqib qo'yganman. Ya'ni shimi kalta bo'ldi degani bu. Nima uchun iloji yo'q narsani o'zi yo'q degan savolga yechim o'shani men to'g'rilab bera olganman. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, 0,5 santimetr oralig'ida o'sha qirqib qo'ygan chok haqqimni ulab, 0,1. Assalomu alaykum Aziza, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshi rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Moshinkalar haqida edi-da, menda Chayka oldingi SSR davridagi moshinka bor-da. O'shanda ko'ylak tikmaganman, boshqa endi qizimni yirtilgan ko'ylak joylarini tikkanman-da. Bitta tanishim aytib qoldi-da, tikuvchi, menda ham oldin xuddi senikidek Chayka moshinkam bor edi, lekin tikishni o'rganganimdan keyin sotib oldim. Tikishga bu yaramaydi dedi-da. Shu moshinkalar haqida ham ozgina tushuncha bering. O'sha 4 ta choklik Chayka moshinka, zigzagi bor moshinkada tika oladimi yoki boshqa yangi moshinka olganim ma'qulmi? Tikuvchilikni endi o'rganyapsizmi? Ha, endi o'rganyapman-da. Oldin tikmaganman, endi boshladim. Endi
yozildim. Qarang, endi o'rganayotgan bo'lsangiz, o'sha mashinkada ishlab tursangiz bo'ladi. Agarda nimadir muammosi bo'lsa, birinchi o'rinda mehr kerak. Albatta, hamma joylarini yog'lang. Har bitta mashinkani yog' tomizadigan teshiklari bo'ladi. Teshiklarini yog'lab, artib, surtib, ignalarni yangilagan holatda tikib ko'rasiz. Agar tikib ko'rganingizda ham ozgina muammosi bo'ladigan bo'lsa, albatta usta chaqirib ko'rsatib ko'ring. To'g'ri, unaqa qimmat ko'rmaydi. 15 ming, 20 ming, 30 ming, ja borsa 50 mingga ko'rib qo'yadi. Ko'rib, to'g'rilab yoki ichki moylarni almashtirib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Nima uchun tikishga yaramaydi degan savol uchun, ya'ni chayka deyotganingiz, 4 xil chokla deyapsiz. Janomi, hozir janomilar chiqqan, shunaqa mashinkalar bosib ko'p, tinimsiz tikasiz-ku. O'sha paytda charchab qoladi u mashinkalar. Qizib ketadi, charchab qoladi. Keyin ko'p bosib tikkaningizdan tashlab tikadigan bo'lib qoladi. Agar dam oldirib tikadigan bo'lsa, yana o'ziga kelib qoladi. O'shaning uchun, ya'ni tikuvchilar zakazi ko'payib ketsa, bir kunda 5 tagacha kiyim tikadi. Men o'zimda ham bo'lgan. 5 ta, bir kunda 6 ta ko'ylak bitirishga ham to'g'ri keladigan kunlar bo'ladi. O'shanaqa holatlarda qiynalishingiz mumkin. Lekin endi tikuvchilik o'rganib, bir kunda bitta yoki 2 kunda bitta, bir kunda 2 ta ko'ylak lozim tikadigan bo'lsangiz, qiynalmaysiz. Albatta unga mehr berib, yog'lab, u joylarini artib, ignalarini almashtirib, ozgina muammosi bo'lsa ustaga ko'rsatsangiz, albatta bemalol ishlatishingiz mumkin. Ha, uni yog'lab qilishdi, o'zim usta bo'lib ketganman. Yog'lab yaxshi qila olaman. Faqat yaraydimi, yo'qmi, shu gapdan keyin o'ylanib qoldim-da, boshqa olaymikan deb. Sizga keyin ikkinchi savolim, siz bugun astarli kostyum tashladingiz-ku, boya sizdan lichkangizga ham yozgan edim. O'sha astarli kostyumni xuddi shunaqa o'lchamda 5 yoshli qizga olib kichkina razmerda tiksak ham bo'ladimi yoki yosh bolalarga boshqacha razmerda tikiladimi-da? Men tikmaganim uchun sraz o'zimga tikishga qo'rqyapman-da. Avval kichkinadan tikib ko'rayim. Tikilish jarayonlari hammasi xuddi shunaqa. Astar bilan ishlash, dupirin, dazmol bilan ishlash, yoqalari hammasi bir xil holatda bo'ladi. Lekin 5 yoshli qizcha uchun yoki o'g'il bola uchun votichkani qilmaysiz. Ya'ni yo sizga detskiy asos andoza kerak bo'ladi yoki andozasiz detskiyni bitsangiz, detskiy andozasi bitishingiz ham mumkin. Faqatgina ularga bel votichkani o'zi yetadi. Bel votichkani oralig'ini ham 3 sm qilishingiz kerak emas. Bir qilsangiz ham bo'ladi. Yelkadan tushgan yoki prinsessa votichka yoki yon votichkalar kerak bo'lmaydi. Ular ko'kragi bo'lmagani uchun. Qolgan yoqalari, dazmol, astar, yenglari hammasi bir xil holatda bo'ladi. Keyin yengini oddiy yeng qilib bitishingiz mumkin, detski bo'lgani uchun. Yo'q, menga 2 chokli yeng qilib ko'raman deydigan bo'lsangiz, ularga shunchaki chok tushirib qo'ysangiz o'zi yetadi. Albatta, unga tirsaklik qilishingiz shart emas detski uchun. Xo'p, tushunarli, rahmat. Sog' bo'lasiz. Yana qanaqa savollar bor? Ayza, uzr, bitta qo'shimcha qo'shib ketsam bo'ladimi? Mayli. O'quvchilarga bitta narsa iltimos qilmoqchi edim. Agar kimdadir savol bo'lsa, qo'l ko'tarish tugmasini bosinglar. Sizlarda ekranlaringiz pastida o'rtada turibdi. Qo'l ko'tarish tugmasini bosganlaringizda bizga ko'rsatadi, qo'llaringiz ko'tarayotganlaringiz. Bu degani savolingiz borligini biz ko'ramiz va mikrofonni yoqishni boshlaymiz. O'sha paytda biz tushunamiz, что sizlarda savol bor. Agar kimdadir, chunki hozir kanalga kirib biz analiz qilganimizda kommentariyada ko'pchilik savollarini yozyapti-da. Jonli efir o'zi bizda ishlab turibdi. Kirib jonli efirda qo'l ko'tarish tugmasini bosib, Ayza Xolmatovaning o'zlari bilan bemalol o'sha savollaringizga javob olsalaringiz bo'ladi. Lekin ko'pchilik nimagadir ham kommentariyada savol berish bilan ovora negadir. O'shaning uchun qo'l ko'tarish tugmasini bossalaringiz biz ko'rib mikrofonni yoqib beraveramiz. Rahmat, bo'ldi. Xo'p. Agarda kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, bemalol qo'linglar ko'tarishingiz mumkin. Qo'l ko'tarish tugmasi bor va biz sizni qo'lingiz ko'targaningizni ko'rib mikrofon yoqiladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ayzaxon, tuzimisiz? Xayrli kech. Assalomu alaykum. Rahmat.
Xudoga shukr. Azizlarim, men savolim Assalomu hali alaykum. prema to'g'risida gapirdingiz, qo'ltiq premasi to'g'risida. Men Mhm. qo'ltiq premasini mana 50-52 razmerga и detskiylarga o'rgandim, tushundimu, lekin katta, yoshi katta ayollarga yo'g'on, nostandart ayollarga qo'ltiq premasini o'yishga qiynaldim. Buzib ham qo'ydim, tor bo'lib qoldi. Yelka kengligi 41 razmerda edi. Qo'ltiq o'yindisini 2 ga bo'lib turib, 2 santimetr qo'shsam ham qo'ltig'i tor bo'lib qoldi. Yuqori bilak aylanasi necha edi? Yuqori bilak aylanasi 35. 35 bo'lsa tor bo'lishi kerak emas. Men o'zi mana semiz, o'tta semizlarga ham uzog'i 22 gacha tushaman. Ro'ymasiga. Undan oshiqda men osilib qoladi-da. Bunlarga ham. Shtabida kengroq kiyaman deganda, qo'ltig'i qandaydir tor bo'lib qoldi. 33 deykan. 35 emas, 33 deykan. O 33 to'la ayollar emas, o'rta ayollarda ham 33 bo'ladi ko'pchiligida. Meniki masalan 30. Hozir Qarang, tor deganda men bu qismi tor emas, nima desam ekan? Yengizda galovkasida xato bo'lsa ham tortilish bo'ladi yoki yelka kenglikda o'lchaganingizda kamroq o'lchab qo'ysangiz yoki ko'proq o'yib qo'ysangiz eniga ham o'shanda ham tortilish bo'ladi. U faqatgina tepadan pastga tushganidan bo'lmaydi. Yoki ko'proq tushib qo'ysangiz ham mana qo'lda pastga ko'proq tushib qolganda, mana yeng tortilib qolganda ham harakat qilganda qanaqadir tortilish bo'ladi. kiyganda orqa tomondan qo'ltig'i torligi bilinib turibdi-da. Endi hozir men u ko'ylakni sökib turib qo'ltig'ini o'ysam o'nalib qolarmikin deb o'ylayapman. O'zimni Yo'q, siz xatosini ko'ring-da. U pastga emas, balkim eniga tortayotgandir, balkim yengni mana bu proymasi torlik qilayotgandir. Hozir. Siz e'tibor bering, qayeri tortyapti. Ko'pchilikda bo'ladi shtanfilda kifti. Ya'ni qo'ltiq o'yinisiga tushdingiz, albatta old tarafi 1 santimetr ko'proq o'yladi, to'g'rimi? Orqaga qaraganda. Harakat hisobiga. O'shani ko'proq o'yib qo'ysiz mana. Oldi kenglik torlik qilayotgan bo'lsa yoki orqa kenglik torlik qilayotgan bo'lsa ham, nima desam ekan, tortadi. Va mana galovkasi bor-ku, yengimizni avval simon qilib tushiramiz. Ana shu galovka ham kamlik qilayotgan bo'lsa ham mana bu qismi tortib xalaq berasiz. U faqatgina men bu tepadan pastga tushgandan bo'lmaydi. Men pryamoy ko'ylaklarni hamisha to'g'ri chiqqan, pryamoy ko'ylaklar tikkanman. Birinchi marta kaketga ko'ylak tikkandim buvamga. Oldi kaketga, orqa pryamoy. Shunda orqasi oldidan bilinmayapti, hali terilgan kaketkani pasi oldida. Kaketkani kengligi borligi uchun oldidan umuman bilmayapti. Orqa tomondan tortish bor qo'ltig'ida. Orqada ham kaketka bormi? Yo'q, orqa pryamoy, orqa to'g'ri. Bir ko'rish kerak ekanda uni. Menimcha u faqat qo'ltiq o'yinda emas, yoki kenglik yoki yengda ozgina kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Kenglik bo'lsa, kengligiga tor bo'lgan bo'lsa, kengligiga anaqa qo'shamanmi endi? Ular qilib qo'yamanmi? Hozir qarangda, siz birinchi o'rinda xato qildingizmi? Xatoingiz qayerda ekanligini bilishingiz kerak-da. U hozir qo'ltig'ida deb o'ylayapman shuni. So'tib, qo'ltiq mana bu joyi tor, mana taqalib turibdimi qo'ltig'iga? Ha. Taqalib turibdi. Orqa tomondan ham tortishyapti, qo'ltig'iga ham taqalib turibdi. Shunda qo'ltig'iga necha tushgansiz? 20 tushganmisiz? Yelka kengligiga? Yo'q, 23 tushganman qo'ltig'iga. 23, ya'ni 33 bilak aylanaga taqalib turishi. Xo'p, qarangda, hozir sizga adminlarimizdan birontasi aloqaga chiqadi-da. Keyin men lichkamni beradi, lichkamga o'shani rasmga olib tashlang-da. Men hozir qiziqib qoldim, nega unaqa bo'lyapti? Chunki yuqori bilak aylanasi 33 unaqa semiz emas, yuqori bilak aylanasi qo'ltiq o'yinisi ham pastga tushgansiz. 23. Bu semizlar uchun qilinadigan-da. Men masalan yuqori bilak aylanasi 50 bo'ladiganlarga ham
uzog'i 23-24 tushaman. Rasmini tashlang-da op. Qayerda xatosi Hozir bor kechqurunda ko'raylik. Yaxshimisiz? hozir kechqurunda uxlayapti, dam olyapti, rasmga olmabmanda. O'zim buzib qo'ydim. Hech bunaqa 5 tami 6 ta ko'ylak tikib berdim mana buvamga yaqindan beriki. Birinchi marta kaketga tikib turib, shuni buzib qo'ydim. O'zi bilmadi. Keling yechingda dedim. Men dedim, bir qo'ltig'ini dedim tortib qo'yib shekilli o'y beraman dedim. Hozir jonli efiringizni ko'rib turib, bu hamma savolga javob berar ekan deb turib, shunday o'zing Instagramda ham sizni kuzatib boraman, Telegramda ham rosa ko'p haligi layfaklaringizni ko'rib boraman. Rosa qiziqaman chevarchilikda. O'tgan yili shogirdam tushganman. 20 kun chevarga ham borganman. Lekin qo'ltiq o'yinini ajoyib o'lchovini ham olar ekan razmerini u o'rgatgan odam. Tushunmadim to'g'risi. Men hali Menimcha bilagaylarini torab qo'ymaganlar. Men ham shunga o'ylanib turibman. Qarang-da, siz qarang, siz o'sha o'qituvchingizga savol bermasmidingiz? Qayerdan kelib chiqyapti, qanaqa o'lchyapsiz deb. Balkim uni o'lchash texnikasi shunaqasidir, qo'ltiq o'yindisini ham o'lchaydigan bo'lsa. Ashqiznikiga murakkabi degan qo'ltiq o'yindan tushdi. Shunga anaqa qildim. Men qilyapti. Qo'ltiq tortishi bu faqatgina o'yindagi emas, kiftiga bog'liq, yengni golovkasiga bog'liq bo'ladi-da. Yengi qanaqa? Burmali yengmi, burmasi yengmi? Yengi burmali, terganman yengini. Xullas rasmini tashirgansiz, men hayron qolyapman. Burmali yeng o'zi keng turadigan yeng, unda kifti tortmaydi, qayer tortar ekan unda? Ko'rish kerak ekan. Ertaman sizga rasmini tashlayman bo'lmasam. Shuni video qilib ko'rsatib bersa bo'lmasmikin? Bizni ham qiziqtirib qo'ydingiz, op-xola. Hozir xo'jayinim keldi shekilli robot ochib qo'yaymi? Hozir sizga kishi qolaman. Bo'pti. Rahmat. Sizlarga ham qo'ymay. Xullas shunaqa, qaranglar, sizlarga maslahatim, xatoingizni ko'rishni ham o'rganishingiz kerak. To'g'ri, bu hamma xato qiladi, hammada xato bo'ladi. 20 yillik, 30 yillik zo'r chevarlarda ham xato bo'ladi. Men ish jarayonida katta ateliemotlarda, ya'ni brendiy ateliemotlarda ham borib ko'rganimda, ularda ham qanaqadir xato, kamchilik yoki mijozlarda norozilik hamma joyda bo'ladi. Chunki injiq mijoz, o'ta kaprizni mijoz, xarakter og'ir mijozlar bo'ladi yoki nima desam ekan, baribir kamchilik topadigan mijozlar bo'ladi. Hamma joyda xato, kamchilik hammada ham bo'ladi. O'shaning uchun xatoni ko'rish kerak va to'g'ri yechim topa oladigan bo'lish kerak. Keyin shunaqa vaziyatda umuman tushkunlikka tushib, qo'rqib, voy endi nima qilaman, qaytaman demasdan yechimini topishga harakat qilishlari kerak. Ustozlar bo'lsa, ustozlardan maslahat so'rab, bo'lmasa internetdan qidirib topib, albatta to'g'rilashga harakat qilish kerak. Hech qachon u insonga siz qo'rqqaningizni va kichkina xatoni ham katta vahimali qilib yuzingiz o'zgarganidan bildirib qo'ymasligingiz kerak. Ba'zi birlar bo'ladi, o'xshamabdimi, samati tortyapti dedimi, bo'ldi, rangi oqarib ketib, mijozni oldida qo'rquv, o'zida aybdorlik hissini his qilgandan keyin mijoz rostdan meni kiyimim buzib qo'yibdi, katta xato qilib qo'yibdi, materialim uvol qilibdi degan fikr tug'ilgandan keyin sizga yana ham bosim o'tkazadi. O'shaning uchun har qanday vaziyatda o'zingizni xotirjam tutishingiz kerak. Azizaxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menda hozir xuddi siz aytayotgan o'sha qo'rquv, mijozni kiyimini buzib qo'yish holati bo'ldi. Birinchi marta mijozga tikishim edi. O'shanda ham endi o'rganyapman deganimda tikib bering deb iltimos qildilar. Keyin ikkita ko'ylak berdilar, shtampil paplindan. Bittasi reglon dedilar. Reglon kaketka bo'lsin dedilar. Bittasi beldan pasti klyoshka olinsin dedilar. Keyin o'zlari oddiyroq, yopiqroq kiyinayotgan xotin bo'lgancha, men eski unaqa reglon bor, kattaroq, avvalgi fasonda. O'shanaqa reglon qilganman. Ular
kichkinagina reglon mana bunaqa lotka ochiladi, oldi orqa bir xilda. O'shanaqa reglon degan ekanlar. Keyin yo'q, yoqmadi, juda xunuk dedilar. Keyin bu klyoshka olganimni aytganimdek bir andozada keng olib qo'yaman. Nima o'lchamlarim keng chiqibdi dedim-ku. Shunaqa keng chiqibdi dedi. Keyin bittasini to'g'rilab berdim. Reglonni to'g'risi reglon to'g'rilashga qo'rqdim. Chunki reglon koketka ko'ylak birinchi marta tikishim edi. Xunuk deganlaridagi o'sha xunuk, judayam xunuk deb aytganlaridan keyin bir hafta mashinaning oldiga bora olmadim. Shunaqa ishtiyoq bilan boshlaganman. O'rganish vaqtida kechasi soat 3-2:30gacha tikish qilib, andozalar ustida ishladim, o'rganay deb. Lekin bir haftagacha tikish qilolmay qoldim. Qo'rqib, juda tushkunlikka tushib, yig'lab ham oldim. Keyin men bu hozir savol bo'ldi-yu, oldinroqda chayka mashinkada ham o'rgansam bo'ladimi deb. Menda xuddi shunaqa chayka mashinka bor edi. 5 talik tikadigan. Bir oy atelyega borganimda xuddi o'zimda juda oson deb, keyin men bu onlayn kurslarda ham andozalarni o'rganganimda bittada tikaman, birdan qolipday tushadi deb o'yladim-da. Mashinka olib qo'ydim shoshib. Keyin o'sha tushkunlikka chiqib qolganimga rosa afsus qildim. Chunki o'rganishga o'sha chayka mashinkada ham o'rgansa bo'lar ekan. Faqat arzon shtampli, yuqa shtampli bor, arzon yuqa. Marlovka deymiz biz. O'shani tutmas ekanda. Tikishga men bu o'rganishga buzdan, qattiqroq chit materiallardan foydalanamiz-ku. O'shanda bemalol o'rgansa bo'lar ekan. O'shaning uchun men bu kurs davomida iloji bo'lsa, shunaqa qo'rqmanglar, motivatsiyalar ham ko'proq berib tursangiz yaxshi bo'lar ekan. Hozir men har doim motivatsiya berishga harakat qilaman. Qarangda, o'sha nima desam ekan, o'zi tikuvchilik sohasini endi o'rganishni boshlaydigan bo'lsa, albatta o'zini tutib turadigan materialdan boshlagani ma'qul. Ba'zilar bor, men offlayn darslarimda ham o'quvchilar ko'tarib kelar edi. Shifon, harir, nima desam ekan, atlasniy materiallar, sholk, moda bo'ldi-yu, sholklar, atlasniy materiallar, ipak materiallar. Uni kiyish to'g'ri mazzadir, chiroyli turar, modadir, lekin uni tikishchi voy uni 1000 marta so'tib, so'torgandan teshilib, yitilib ketgan holatlari ham bo'ladi-da. Nima desam ekan? O'rganish uchun qulay material bo'lish kerak. Sholklar toyib ketadi, uni bichishni o'zi qiyin. Bichish jarayoni surilib ketadi, shifonlar surilib ketadi. Keyin shifonga nima desam ekan? Mellar siz o'chib ketadi, ko'rinmay qoladi. Xullas qiyin-da, shifonni bichib tikish ham qiyin. Uni astari bilan tikishingiz kerak, shifon tikkaningizdan keyin. Keyin masla materiallarda masalan, katta mashinkalarda ham ko'pchiligi tanlaydi, ya'ni chok tashlashi mumkin. Uni albatta mashinani likrovkasini biladigan bo'lish kerak. Burunlarini burab, nastroykalarni to'g'rilab, chok turlarini to'g'rilab tiksa hamma mashinka ham tikadi. Lekin endi boshlayotgan tikuvchilar bu narsani hali bilmagani uchun o'shalar tikolmaydi. Men masalan, kupanlik ham tikkanman. Ya'ni mijozim kupanlik qilganda, kupanlikda materialni bilasizlar, qanaqadir suv shimsa, suvga tushganda ham tanaga yopishib qolmaydigan, masla cho'ziladigan material bo'ladi. Uni tikish to'g'riroq ham qiyin. Mashinka ham tanlaydi, lekin mashinkani likrovkasini bilsa, har qanday materialni tikishi mumkin. Ba'zilar bor, meni materialimni tikmaydi, meni mashinkam tikmaydi, boshqa mashinkani tikib ko'rishim kerak degan fikrlar bo'ladi. Xullas, hamma sohaga o'xshab tikuvchilik sohasi ham juda ham chuqur soha, o'rganish kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Albatta tikuvchilikda o'rganyapsizmi? Tikuv mashinkani ham tushunishingiz kerak, tilini o'rganishingiz kerak. Yog'laysizmi? Ignalarni almashtirasizmi? Burunlarini buraysizmi? Keyin men o'qish jarayonida, ish jarayonida ham ko'rganman. Ba'zi bir tikuvchilar overlockga ip o'tkazishni bilmas ekan. Ya'ni usta o'tkazib ketgan holatida, ya'ni to'g'rirog'i ipini bog'lab o'tkazadi-ku ignasidan. Ipi uzilib ketgan, bir oydan beri overlock qila olmaydi. Ya'ni ipi uzilib ketgan, uni o'tkazishni bilmaydi. Mana shu narsalarda ham o'rganish kerak. Ya'ni
benuqson tikaman, qiynalmasdan tikaman deydigan bo'lsa, mana shu mayli elementarlarni ham o'rganib olish kerak. Ha, rostdan bugun overlockimni ham uzdi. Kunni bo'yi ovora bo'ldim, o'tkazolmadim. Overlock ipini. Keyin bitta muammosi bor. Overlockda bittagina teshigidan ip o'tmay qolsa, bo'ldi, to'qim o'zgarib ketadi, xunuk to'qiydigan bo'ladi. Mana shular o'rganish kerak, yog'lashni, tozalashni, albatta bilish kerak ish qurollarini. Qaychini qanaqa o'tkirlash kerak? Ba'zi bir qaychilar bor, uni charxchiga olib borib o'tkirlab bo'lmaydi, ya'ni sifatini yo'qotadi yoki sinib ketadigan holatda bo'ladi. Igna bilan o'tkirlaydigan holatlari bor. Mana shularni ham o'rganib olish kerak. Qaychi deganingiz bu qaychida qarang, men bu matoni kesadigan qaychimda andoza bilan ham qog'ozda ishlaganman-da. O'shani hisobidan qirqillab kesatgan bo'lib qoldi, qattiqroq bo'lib. O'shanda ham farqi bormi? Qog'oz qaychi alohida, maton qaychi alohida qilishimiz kerak. Albatta, biz ish jarayonida meni o'qituvchim shtraf qo'yar edi. Qaychi tushib ketsa, ya'ni tushib ketsa ham sifati o'zgaradi. Qog'ozni qirqsa ham shtraf, ya'ni 50 ming so'm qo'yib qo'yasizlar joyiga qaychini degan shartlar qo'yilar edi. Qog'oz uchun alohida qaychi qo'yganingiz ma'qul. Masalan, nafaqat bu sohada, ya'ni stilistlar qaychi soch qirqadiganlar ham o'sha qaychisini sochidan boshqa narsa ishlatmaydi, hatto ip ham qirqmaydi. O'z sifatini yo'qotish uchun, ya'ni ularni likrovkasi boshqacha bo'ladi, bizniki boshqacha bo'ladi. Ya'ni boltini burash, qopirash degan joylari bor. O'shaning uchun boshqa narsani qirqmasligingiz kerak. Faqat material ipga ishlatishingiz kerak. Ya'ni uzoq yil xizmat qilishi uchun. Agarda yangisini olaveraman, imkonim bor deydigan bo'lsangiz, qilishingiz mumkin. Lekin agar uzoq yil qaychim xizmat qilsin deydigan bo'lsangiz, material ipdan boshqa narsani qirqmang u qaychidan. Keyin qarang, mana biza kattalarni shimga oldiga alohida, orqa og'ga chiqamiz-ku. O'shani o'g'il bolalar, ya'ni detski, mana bu 14-15 yosh bolalarga shortiylar, shimlar bichayotganimizda nimani hisobidan chiqamiz o'sha og'ga? Qarang, o'zi shim bichishni bilasizmi? Unaqa o'lcham asosida emas. Xo'p, o'zi aslida shimda oldi og'iga nisbatan orqani og'i 2 barobar kattaroq bo'ladi. Ya'ni o'tirish hisobiga. O'tirgan orqa tortib ketmasligi uchun yoki orasiga kirib qolmasligi uchun orqa oldiga nisbatan 2 barobar katta bo'ladi. Bu qanaqa kelib chiqadi? Bo'ks aylanani 2 ga bo'lasiz. Mana bo'ks aylanasi 100 mi 2 ga bo'lingani 50, 50 ni 10 ga bo'lasiz. 5 sm oldiga chiqiladi. Orqaga 2 barobar 10 chiqiladi. Detskilarga misol uchun necha bo'ladi? 60 bo'lsa, 2 ga bo'lingan 30, 3 sm oldiga, 6 sm orqaga chiqiladi degani. O'shani bir xil tavakkal chiqayotdim-da, o'shani hisobidan oldi ozgina keng bo'lib, orqa tomon tortib qolyapti-da, oldi orasi puti. Ikkalasini bir xil qilayotgandirsizda? Ha, bir xil qilayotdim. Chunki o'sha kelib chiqish, chiqarib olish o'lcham nimasini bilmasdim. Sen bo'lli o'g'il bolaga iloji bo'lsa bir xil qilmang. Orqani 2 barobar ko'proq bo'lish kerak o'tirish hisobiga. Bo'ks aylanasini 2 ga bo'lib, o'shani 10 ga bo'lamiz, a? Rahmat. Sog' bo'lamiz. Meni ham savolim bor edi-da, hozir materiallar haqida aytyapsiz-ku, to'g'ri material tanlash kerak deb. O'sha boshlanishiga biz qanaqa material tanlaganimiz ma'qulroq birinchi o'rganishimiz uchun? Turlarini ham aytib keting, masalan, birinchi shundan boshlaganingiz ma'qul deb-da. Qarang, o'zi Instagram, Telegram kuzatsangiz, O'zbekiston emas, mana chet el blogerlarini, chet el shiveni blogerlarini kuzatsangiz, asosan bo'zdan ko'rsatadi, o'rgatadigan narsasini. Bu bekorga emas, ya'ni o'zimizda ham tikishni o'rganayotganlar bo'z va chitdan foydalansa, bu juda ham qulay. Nima sababdan? Masalan, bo'zdan tikdingizmi, tikkan narsangiz joyida qotib chiqadi. Ya'ni dazmol qilmasangiz ham buklagan joyda qoladi. O'shaning uchun skladkalari bormi, hamma joyi qolipdek tushadi. Unda o'rganganingizdan keyin sekin-sekin yengilroq materialga o'tishingiz mumkin. Papirlarda ham tikishingiz mumkin, faqat
nima desam ekan? Oy, o'ta bunaqa yuqa, livragan, marlyovkalar yoki arzon shtaflar emas, o'zim tutib olgan koreyskiy shtaflardan boshlaganimiz ma'qulroq. To'g'ri qimmat deyishingiz mumkin yoki chitdan, bo'zdan urinib ko'rishingiz mumkin. Deyarli hammani uyda bo'lsa kerak, ko'rpachani chitlari ham bo'ladi. Ular ham qotib turadi-ku. Keyin bitta narsa, paplin tikadimi, bo'z tikadimi, iloji boricha tikish jarayonida mana bitta qo'li bilan tortib, ikkinchi qo'li bilan itarib tikish kerak emas, bo'sh holatda tikish kerak. Imkon darajasida cho'zib qo'yadi. Ko'pchilik yo oldini valnisli qilib, valansimon qilib cho'zib qo'yadi, proymasini cho'zib qo'yadi, yelkasi cho'zilib qoladi, juda ham xunuk holatda bo'ladi. Bo'sh holatda, erkin holatda tikish mumkin. Ya'ni eski mashinka bo'lsa, uni tortmasa tikmaydi desa, siz tortmang, itarib tiking. Cho'zib qo'ymash kerak. Ya'ni cho'zib qo'yib, o'z holiga qaytmaydi to'g'riroq. Bu juda ham ko'pchilikda bo'ladi, meni o'quvchilarimda ham bo'ladi. Ya'ni ayniqsa eng birinchi o'rinda mana shu oldi o'yinini cho'zib qo'yib, mana osilib qoladi. Dazmol bilan kirishtirish mumkindir, lekin u bitta kiygandan keyin, yuvilgandan keyin yana o'sha cho'zilgan holatga qaytib qoladi. U buzib qo'ydi deganim. Xullas, tikuvchilikda sir sanoati juda ham ko'p. Buni hamma ham ochmaydi, kimlardir ochib o'rgatadi, kimlardir sirlarini berkitib o'rgatadi. Yana bitta maslahatim, albatta, o'zingiz to'g'ri bo'lib, ko'zingiz o'g'ri bo'lgan yaxshi. O'g'ri deganda yomon ma'noda emas. Kim nima qilyapti, yoki o'qituvchingiz nima qilyapti, yoki atsilga shogirdingiz, albatta bitta o'qituvchi bo'lmaydi, ya'ni bitta ishchi bo'lmaydi. Boshqa tikuvchilar ishlarini kuzatib borib, sinchkovlik bilan, diqqat bilan kuzatib borsangiz, albatta ko'proq narsani o'rganasiz. Ya'ni men o'zim ham ko'rganman, ish jarayonida ham ko'rganman, offlayn o'qish jarayonida ham ko'rganman. Ba'zi o'quvchilar shunchaki vaqt o'tkazish uchun keladi-da, telefon chiqaradi, shu aytgan vazifani qiladi-da, bo'ldi, ketdi. Lekin aslida imkon darajasi ko'proq vaqt qolib, boshqalar ishlarini ham kuzatib, ertaroq kelib, albatta o'sha o'qituvchini tikayotgan ishiga yordam berish kerak. O'shanda ko'p narsa o'rganasiz. Peridelka joylari bor, sutish jarayonlari bor. Sutishda ham juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Xullas, dangasalikda ozgina yig'ishtirib turish kerak. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshitaman. Qarang, mana hozir aytgan gapingizda bir nechta ustozlarga qatnab o'rganganman-da tikishni. 8 yildan beri tikish qilaman. Xudoga shukr. Hozir sizga beradigan savolim, hop, professional bichim hozir zamon o'zgaryapti, talab o'zgaryapti, klientlar aytgancha injiqlashib, zamonga qarab o'zgarilyapti-ki. Shu professional kurs ham ochasizmi? Professional Hop, siz hozirgi zamonaviy qanchadan beri tikuvchilik bilan shug'ullanasiz? 8 yildan beri. 8 yildan beri shug'ullanasiz. Ustoz ko'rganmisiz yo shogird tushganmisiz? Shogirdga man 3-4 ta, masalan, Qashqadaryodanman. Qarshining eng yaxshi chevarlari 3-4 tasi o'zi onam tikuvchilar. Dastlabki tikishdi, maktabgacha o'qishdan o'rganib bo'lganman. Da keyin taniqli anolar chevarlar borib shogirdlikka tushganman. Hatto ular qo'lida ishlaganman ham, professorni oshirish uchun. Da yana o'zim ustida ishlamoqchiman. Shu uchun avvallari andoza bilan ishlaydim. Hozir bemalol metod ustida andozasiz o'zimcha olaman. Ko'p hozir andozadan foydalanmayman deyarli. Lekin nima desam, klientlarim bilan muammo bo'lib, beqi to'g'ri kelmay qolgan besprimerga o'xshatib chiqara olaman. Da yana ham o'zim ustimga ishlamoqchi edim. Shuning uchun sizdan yana professionallar uchun kurs ochasiz. Tavsiya qiladiganim, hozir modellashtirish kursim ham bor. Ya'ni bunda mayda detallarga to'xtab o'tilmaydi, faqatgina modellashtirish va murakkab fason o'rgatiladigan kursimiz bor. Xohlasangiz o'sha kursimizga yozilishingiz mumkin. Adminlarimiz sizga aloqaga chiqadi va batafsil ma'lumot beradi bu kursimiz haqida. 40 ga yaqin fason o'rgatiladi, ya'ni modellashtirishda noodatiy va murakkab fasonlar bor ichida. Ya'ni mayda tikish choklari,
ko'ylak lozimlar emas, o'sha faqatgina murakkab fasonlarga bag'ishlangan kurs bu. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Mayli bo'lsin. Kimda yana qanaqa savoli bor? Soatimiz ham 12 bo'lib qopti уже. Juda ham jonli efirimiz qiziq ketyapti. Assalomu alaykum. Menga bitta savol bor edi. Shu juda to'lamasku, shu ozg'inroq katta ayollarda krema ko'ylaklarda ikkala yoni osilib qolaveradi. Shuni sababini bilolmayapman-da. Oddiy to'g'ri primoymi yoki trapetsaroq primoymi? Trapetsa unday etak kengroq krema ko'ylak. O'zi qarangda, ozgina trapetsasi bormi? Etak qismi yon tarafga 3-4 sm kaltartiriladi-da. Salgina avasimon. Chunki trapetsa hisobiga ikkita yon uzun bo'lib qoladi. Xo'p, uni og'zaki tushuntira olmayman, lekin qarang. Trapetsasini necha qilasiz? 5 santimetrdan 7 santimetrgacha kengaytirsangiz trapetsasini. Yonidan 3 santimetr ko'tarilib birlashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni 3 santimetr kaltatirasiz ikkita yonni bichayotganingizda. Agar undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, 5 santimetr, 6 hatto 10 santimetrgacha ham qiyalanadi etak qismi. Yoki vutishga haqqi kamligidan ham ikkita yoni osiladi. Ko'kragi katta, lekin vutishga haqqi kam bo'lsa, ikkita yoni osiladi. Yoki dazmol qilish jarayonida cho'zib qo'yishingiz mumkin, o'sha holatda ham ikkita yoni osiladi. Siz dazmol qilganingizda polni hamma joyini dazmol qilasizmi yoki faqatgina tikkan joylaringizni dazmol qilasizmi? Yo'q, o'sha har bitta chokimda bittadan dazmol qilib o'taman-da. Ammo siz aytgandaqa o'sha 3-5 yonboshidan kiraman o'sha bichgandan keyin. U og'zak tushuntiriladigan narsa emas-da. Nima desam ekan? Xullas, og'zak tushuntiriladigan narsani aytdim. Balkim 3 santimetr kam qilayotgandirsiz, balkim votishga haqqi kam bo'layotgandir, balkim dazmol jarayonida. O'zi aslida men dazmol qilganimda tikish choklaridan tashqari qolgan joylarini dazmol qilishimiz mumkin. Paple matosi, ba'zi bir matolari dazmol qilganda kirishishi mumkin. Dazmol qilingan joyga kirishadi, qolgan joylar kirishmay qoladi. O'shani hisobiga yoki paplini tagiga podushka qo'yib dazmol qilsangiz yoki kolodkalar qo'yib dazmol qiladigan bo'lsangiz ham o'sha joy cho'zilib qoladi. Qolgan qismiga qaraganda. O'shaning uchun to'liq dazmol qilish kerak. Keyin yengda uzun yenglar bor-ku, mana hijobli qizlarga uzun yengga qo'shimchasiga garmoshka biron nima qo'shilish uchun qancha cho'p qo'shsam bo'ladi? Uzun bo'lib qolyapti menda ko'proq. Qaranglar, uni yengni turiga qarab qo'shiladi. Keyin men andozadan chiqaraman-da. Andozadan chiqarganda andozani qirqib modellashtirganingizda o'zi kelib chiqadi qancha haq qo'shishi. Keyin burmasi kamroq bo'ladigan bo'lsa, tepaga to'g'riroq yengdan tashqari chiqaman. Men tepaga 2 santimetr, burmasi kamroq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq bo'lsa 5 santimetrgacha golovkadan tepaga chiqib, qo'ltiq o'yiniga birlashtirib yuboraman. O'zi aslida andozadan chiqaraman. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Xo'p, soatimiz ham 12 bo'lib qopti qizlar. Endi davomini, ya'ni savol-javobda davomini keyingi jonli efirga qoldiramiz. Sizlarga maslahatim, hech qachon to'xtamanglar. O'z-o'zingizlarda ishlashdan, o'sishdan, maqsad qo'yishdan, ya'ni orzu qildingizmi, albatta o'z maqsadingizni qo'ying. Orzuligicha qolib ketmasligi uchun o'z-o'zingizda ishlang, maqsadingiz sari yo'l oling. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshitaman. Sizni boydan beri navbat kutib o'tirib endi xayrlashdingiz. Qarang, hozir men ham bilmaganlarim ko'pini bilib olyapman. Mana nima sababdan ikki yonlari osilishi, utukdan osilishi, keyin orqa oldilarini bir xil bichaman, yelkasiga to'g'ri kelmaydi. Qo'ltiq o'yindilari bir-biriga to'g'ri kelmay, birov uzun, birov kalta bo'lib qoladi. Bilmasdim-da, endi hozir bilsam shu utukdan ham bo'lar ekan.
Yana nimadirlardan bo'laykan. O'zimni qo'limdan qilaykanman-da. O'zi aslida nima desam ekan, kimda qanaqa ba'zi bir tikuvchilar hamma joyini tikib bo'lgandan keyin choklarini tikadi. Dazmol qiladi. O'zi aslida bitta tikdimi bitta dazmol qilish kerak. Bitta tikdimi bitta dazmol qilish kerak. U polni tikib dazmol qilsangiz u umuman boshqa narsa tikadi, lekin bitta tikib dazmol qilsangiz u umuman boshqa narsa chiqadi. O'zi aslida keyin bitta narsa tikishdan ham birinchi o'rinda dazmol o'rganish kerak. Masalan, sizlarda qanaqa bilmayman. Bizda agarda mabodo aytilgan o'ziga shogird tushadigan bo'lsa, kamida 1 oydan 6 oygacha dazmolni o'zini o'rganadi faqatgina. Dazmol qilishni o'zini. Xatosi bo'lishi mumkin, kamchiligi bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda dazmol o'zida to'g'rilab ketadigan joylari bo'ladi. Mana shular o'rganilgandan keyin, undan keyin tikishga, tikuv mashinkaga o'tirg'iziladi. Dazmol ish katta, juda ham katta. Keyin boya yuqorida ham bir kishi aytdi, qo'ltiq o'yindisiga tushaman, lekin to'g'ri kelmay qoldi dedi-ku. Meniki ham ko'pincha katta xotinlarda, gavdasi katta xotinlarda ana shunday to'g'ri kelmay qoladi. 42, 46, 44 razmerlargacha to'g'ri uya olaman, lekin undan yuqori razmerlarga uya olmayman-da. Endi nimasidan xato qilaman bilmayman, lekin o'sha katta razmerda qo'ltiq o'yindisida xato qilaman doim. Xo'p. Birinchi o'rinda o'z malakangizni oshirishingiz kerak. Malakani oshirgandan keyin, bilim yetarli bo'lgandan keyingina xatolar ko'ra olasizda. Ungacha qayerda xato qilyapman, nima qilyapman, u narsani bilish juda ham qiyin. Yoki kimdandir maslahat so'rashga to'g'ri keladi. Albatta, biz ko'rsatgan holatda. Yo'q, uning uchun bilaman. Qiz bola vaqtim qarang, paltolargacha atelyeda ishlardik, paltolar tikardik, astarlik, hamma narsa tikardik va uniformada qizlar bilan birga. Keyin turmushga chiqqanimdan keyin 13 yil ketma-ket farzandli bo'lgan bo'lsam, 13 yil qo'limga igna ishlamadim-da. Men 13 yildan keyin meni endi tikishni boshlayapman. Esimda qolganini qo'ni-qo'shniga tikib beryapman. Shunda ham shtapl matolar, paplen matolar, unaqa qimmat matolar emas. Shu bilan ham o'zimda qolgani bilan ham to'g'ri u joyda xato qilyapman, lekin qo'ldan kelgancha tikyapman. Shunga sizni kursingizda qatnashsammi deb adminlaringiz bilan gaplashgan edim. O'sha darslikda qatnashsam, nima deydi, nuqta, virgul, miridan sirigacha o'rgatsangiz, men o'sha narsani 100% o'rgangan bo'lak, telefonda o'rgangan bo'lak-ku, oldingizda turib o'rgangan bo'lak. Ko'zi bilan ko'rib turadi hamma. O'rgana olamanmi? O'rgana olasiz. Mana kecha ham jonli efir bo'ldi, bugun ham bo'ldi. O'zi nima desam ekan? Xuddi jonlida qanday bo'lsa, o'sha mali detallargacha videoda ko'rsatiladi. Bemalol juda ham oson tushunasiz, unaqa qiyin joylari yo'q. Qarang, 13 yildan keyin endi boshladim deyapsiz-ku, mana masalan, nafaqat tikuvchilik sohasida mana mesestralar ham mana 1 yil dam olib qoldim, 2 yil dam olib qoldim, albatta malaka oshirib keyin ishga chiqadi. Tikuvchilik sohasi ham shunaqa, albatta tez malaka oshirib turishingiz kerak. Siz tем более 13 yil dam olgansiz. 13 yildan keyin esda chiqib ketgan joyi qancha, 13 yilda qancha narsa o'zgarib ketgan. Xo'jayinimga ozgina 1-2 oy o'rganay desam, ruxsat bermayapti. Uyda uy qolib ketadi, uy ishlari qolib ketadi deb ruxsat bergan. Shunga uyda o'tirib onlayn o'qisam degandim. Baribir milichovkalari ko'p-ku, mayda detallarigacha, vitichkalarda joyi keladi, xato qilib qo'yaman, ko'kragini uchigacha to'g'ri kelmay qoladi, yana so'taman, yana qaytadan qilaman. Osilgan ko'kraklar bo'ladi yoshi katta ayollarda. Shu uchun yoshi katta ayollarga juda qo'rqaman, o'zbekcha ko'ylak tikmayman, qo'rqaman. Keyin shu baquvvat ayollarga tikmayman, qo'rqaman. Xo'p, o'zbekcha ko'ylaklar hamma ham tika olmaydi. Sababi, to'g'ri avvallar o'zbekcha ko'ylak kiygan hamma, keyin orada qanchadir vaqt umuman hech kim o'zbekcha ko'ylak kiymay qo'ydi. O'sha davrda, ya'ni o'rgangan tikuvchilar juda ham ko'pchilik o'zbekcha ko'ylakni tikishga qiynaladi. Masalan, men o'rgangan paytlarimda ham xuddi shunaqa o'zbekcha ko'ylak deyarli kiyilmay qolgan edi. Nima, yosh katta xotinlar ham trapetsa, keyin to'rtburchak koketka, dumaloq koketkalar kiyadigan bo'lib ketdi-da. Mana endi даже yosh qizlar ham, ayollar ham hamma o'zbekcha ko'ylak kiyishga o'tib ketdi. Даже sarbollarga ham o'zbekcha ko'ylak tikilyapti. Shunday. Shu yoshlarga ham o'zbekcha tikkani qo'rqib qolganman. Tika olmayman, shu uchun qo'rqaman, olmayman. Oddiy trapetsa sifat, kassoylarda ham ko'pincha qiynalib buzib qo'ygan joyim bor. Bir joyi osilib qoladi, bir joyi tekis tushib qoladi. U nima desam ekan? O'zi aslida kassoy narsa har doim osiladi. Ya'ni tikib bo'lganingizdan keyin oxir etagini tekislashingiz kerak. Chunki kassoy taraf, ya'ni burchak taraf har doim osiladi. To'g'ri tushgan tarafi osilmaydi. U muammo emas aslida.
milk turgan tarafi tekis tushib qolsam bu tarafi chiroyli turadi, bir tarafi tekis bo'lib qoladi. Ko'p xato qilaman, shuning uchun kassoyim uncha olib yotmayman. To'g'risida bir ikki buzib qo'ygan joyim bo'lgan, o'rniga o'rin olib berganman. To'g'ri, kimlardir buzib qo'ysa qo'rquv bo'ladi, kimlardir qo'rqib qoladi, ketolmay qoladi, Shunday. siqilib qoladi. Boya ayolim aytdi, bir hafta mashinaga o'tira olmadim, yig'ladim dedi. Lekin buni ikkinchi tarafi bor, yaxshi tarafi bor. O'sha qilgan xatoingizni qaytib qilmaysiz, katta dars bo'ladi. Tushunib qolasiz. Bu ham nima desam ekan? Eng katta dars, eng katta bilim bu hayot bergan bilim, ya'ni zarba deydi-yu. Xuddi shunaqa. Yaxshi tarafidan ham qarash kerak. Yaxshi taraf bilan qarasangiz, nima desam ekan, o'sha xatoni boshqa qaytarmaydigan bo'lasiz. Aytganingiz odam qo'rqib qoladi-da bir qo'l buzib qo'ygandan keyin. Noldan boshlab o'rganaman-a. Hozir to'g'ri 13 yildan keyin hozir hech narsa qolmagan, qo'ldan kelgancha esimda qolganini qilyapman. Qizlarga, yosh kelinchaklarga tikaman. Lekin darsingizga qatnashsam, o'sha yangi boshdan birinchi kundan qatnaganda noldan boshlab o'rganaman. Albatta, to'g'ri o'lcham olishdan boshlaymiz. Tikishni boshlaganimizda tikuv mashinka, ya'ni chokini yirik, katta yoki santimetrlar qanaqa o'lchanadi, hammasi o'rgatib boriladi. Xo'p, kattakon rahmat sizlarga. Sog' bo'lasiz. Endi hammaga xayrli tun, yaxshi dam olinglar. Soatim 12 bo'ldi. E'tiborlar uchun rahmat. 12 bo'lishiga qaramasdan shuncha obunachi, shuncha o'quvchilarim diqqat bilan oxirigacha eshitib, efirda ko'rib boryapti. Buning uchun sizlarga Azizaxon, yana bir nima so'rasam maylimi? mayli, so'rang. Qarang, darsingizga qatnashmoqchiman. Adminlaringiz bilan 1-2 kundan beri gaplashib yuribmiz to'lov masalasida. Men rayondan sal chetroqda turaman, qishloq joyida turaman. Atrofimizda klik, paynet topolmayman. Paynetimiz yo'q-ku, klik topolmadim-da. Bugun to'lov qilmoqchi edim, klik topolmadim. Shunga 1-2 kundan keyin rayonga chiqib to'lov qilsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. O'rin to'lib qolmaydimi? Siz men to'lov qilaman deb aniq aytib, o'z joyingizni band qilib qo'ysangiz, olmay turadi o'sha aytgan muddatingizgacha. Aytdim, adminlaringizga aytdim. Men 1-2 kunda to'lov qilaman, hozir izlab topolmayapman dedim. O'rningizni band qilib qo'ying, hech bo'lmasa ozgina bo'lsin to'lov qilib qo'ying dedi-da, 1-2 kun kutingizlar dedim. Yo'q, Ayzani o'zi aytdi deng bo'lmasam. Xo'p, chetib aytaman. To'g'risida bo'lmasam rayon joyida tursam, chiqsam paynet to'lov qilib yuboradim. Endi chetroq qishloqda turganim uchun 1-2 kundan keyin ishim bor, ataylab shunda chiqqanda to'lov qilib qo'yaman. Xo'p. Mayli, rahmat kattakon. Hech qachon to'xtamanglar, har doim olg'a qadam bosinglar va kelajakda ko'rishga harakat qilinglar. Hech qachon men shunchaki oddiy tikuvchi bo'laman deb maqsad qilmanglar. Albatta eng zo'ri bo'laman, o'zimni brendim bo'ladi, o'zimni atelyem bo'ladi deb maqsad qilib, shu maqsad sari harakat qilib olg'a qadam bosinglar. Hammaga omad, ishinglarga rivoj.